Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Internetda o'ylaymanki ko'rgan bo'lsangiz kerak, yangilikni amerikalik shaxmatchi, mani tengdoshim, qaysidir ma'noda kasbdoshim ham desam bo'ladi. Faqatgina u jahon arenasida musobaqalarda ishtirok etadigan va juda ham mashhur bo'lgan internet olamida, streamerlik olamida, YouTube'da 400 mingdan ortiq obunachiga ega bo'lgan. Undan tashqari juda ham mashhur kommentator hisoblanadi, sharhlovchi shaxmat bo'yicha Daniel Narodetskiy olamdan o'tdi. Ya'ni vafot etdi ushbu inson 19-oktyabr kuni 2025-yilda. Juda ham hayotdan yosh ko'z yumdi ushbu inson. Umuman olganda hammamizga ma'lumki, o'lim shunaqangi kutilmaganda keladigan narsa bo'ladi. Hech kimdan so'rab o'tirmaydi, tayyormisan yoki yo'qmi? Shuning uchun do'stlar o'ylaymanki, bunaqangi narsalarga har doim biz tayyor bo'lishimiz kerak, bunaqangi holatga. Chunki qachon keladi, qaysi vaqtda keladi, buni hech kim bilmaydi. Umuman olganda mana shu yangilikni aytib va ushbu insonni oilasiga albatta hamdardlik bildiramiz va ishimizni davom etamiz do'stlar. Shaxmat olamida ko'p ayollar mashhur nomga erisha olmagan. Har holda yuqori cho'qqiga chiqishni uddasidan chiqa olmagan. Va misol uchun bugun ko'rib o'tadigan qahramonimiz, shaxmatchimiz ko'pchilikka juda ham yaxshi tanish bo'lgan va har holda shaxmatni biladigan inson ushbu insonni albatta taniydi. Bugungi video qahramonimiz ko'pchilikning talablariga binoan kommentariyalarda so'raganingiz, mayli kelib birgalikda hozir qisqachagina tanishuv bo'ladi va shundan keyin albatta ushbu insonni yorqin parchalardan bittasini ko'rib o'tamiz. Gap Judith Polgar haqida ketmoqda. Judith Polgar Vengriyada tavallud topgan juda ham iqtidorli shaxmatchi hisoblanadi, ayniqsa ayol, va bu ayol top 10 talikka kira olgan yagona ayol hisoblanadi. Mana bu erkaklar shaxmati bo'yicha. Mana shunaqangi narsa. Albatta ayollar shaxmatda bu boshqa narsa, erkaklarniki esa umuman boshqacha. Chunki oda kuch jihatidan bir-biridan juda ham farq qilishadi. Lekin mana shu Judith Polgar top 10 talikka kira olgan, o'zi mana shu iqtidori bo'yicha yagona ayol hisoblanadi. Shuning uchun ko'plab musobaqalarda g'olib qozongan. Hozir har bir hayotida bo'lib o'tgan narsasini gapirish niyatim yo'q. Shuning uchun o'ylaymanki, internetda qiziqsangiz ma'lumotlar bor, bemalol kirib o'qishingiz mumkin. Ushbu inson hali ham hayot. Hozirgi paytda 49 yoshda ushbu inson. Shuning uchun keling do'stlar, hozir birgalikda partiyasini ko'ra qolamiz. Bu yoqda ajoyib partiyasi jahon chempioniga qarshi Garri Kasparovga 2002-yilda bo'lib o'tgan umuman olganda ajoyib musobaqa. Mana bu сборная mira degan jahon сборныйsiga qarshi. Bunaqa narsa birinchi marta Belgradda bo'lib o'tgan 1970-yilda, hozir aniq esimda yo'q. Keyin ikkinchisi bo'lib o'tgan. Undan keyin mana shu уже SSR emas, balkim Rossiyaga qarshi degan mana shunaqangi musobaqada u yoqda Judith Polgar Garri Kasparov bilan to'qnash kelgan. Adashmasam bu rapid partiya hisoblanadi. Tezkor shaxmat va klassika emas. Shuning uchun buni ham ta'kidlab o'tishim kerak. Shunga qaramasam partiya juda ham ajoyib va ko'rib o'tishga munosib hisoblanadi. Agar sizda shaxmat darajangizni kuchaytirish xohishi bo'lsa, u holda sizdan onlayn shaxmat strategiya kursiga taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz o'yinning o'rta qismida rejalar qanday tuzilishi va pozitsion tushunchalar bilimiga ega bo'lasiz. O'tkir o'yinni yaxshi ko'radiganlar uchun esa kombinatsion o'yin kursi to'g'ri keladi. Bu kursda taktik zarbalar topishni va kombinatsiyalar qanday yuzaga kelishini bilib olasiz. Kurslar haqida ma'lumot hamda ularni xarid qilish uchun pastdagi ссылкаga o'tib, Telegram orqali bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz partiyani ko'rishni do'stlar. Judith Polgar ushbu partiyada oqlar bilan harakat qildi hamda E2 tur bilan boshlab bermoqda o'yinni. E5 bilan javob bermoqda 13-jahon chempioni Garri Kasparov, ot F3 ga ot C6 hamda fil B5 yurishdan keyin doskada ispan partiyasi yuzaga kelmoqda. Ot F6, rokirovka, ot uradi E4 va doskada Garri Kasparov ispan partiyasini Berlin himoyasini tanlamoqda. Berlin devori ham deyishadi. Hamda D4 yurishidan keyin bularning hozircha hammasi nazariy, hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan yurishlar. Ot D6 ga qarab keladi, almashtirish kerak va piyoda qaytarib yutib olinadi. Ot F5 yurishidan keyin esa Fezar ham doskani tark etishi kerak bo'ladi va mana shunaqangi pozitsiya yuzaga keladi.
Debyutdanoq tezda endshpilga qarab o'tishadi ikkala taraf ham. Va mana bunaqangi noqulaylikka, rokirovkani yo'qotganligi evaziga va piyodalik strukturani buzilganligi hisobiga ikkita fil ustunligi qorlarga kompensatsiya hisoblanadi. Bu narsadan qanday qilib foydalana olishadi ikkala taraf ham? Albatta ularning mahoratiga bog'liq. Ot suvich bilan javob bermoqchi hozircha Judit Polgar H6 profilaktik yurish, otni J5 ga teg kelishi hamda F7 ga tegdagi piyodaga hujum qilmasligi uchun. Hozircha esa ruh D1 ga, bu ham majburiy bo'lgan yurishlardan bittasi, chunki agarda bu narsani berishmasa, u holda fil 6 ga qarab keladi hamda shoh bergandan keyin shoh C8 ga, ya'ni ferzi qanotga o'tib ketadi yo'da o'zini juda ham yaxshi tarzda his qilishi mumkin. O'shaning uchun shohni haydash kerak bo'ladi E8 ga tagiga. Javobini esa H3 yurishdan amalga oshirilmoqda Judit Polgar va bu yoqda piyodali shturmni oldinga amalga oshirish niyati bor va umuman olganda shohni qanotida o'yinni olib borishadi hozir oqlar. Javoban esa fil 7 bo'lmoqda. Garri Kasparov biroz bo'lsa ham figurlarni almashtirish niyati bor, otni H4 ga teg yurgan holatda. Javoban esa ot 2 bo'lmoqda. Ot endi qulay misol uchun vaziyatga qarab yoki D4 ga yoki bo'lmasam F4 ga qarab borishi mumkin. Kasparov partiyada otni H4 ga yurmoqda, almashgandan keyin esa javoban fil 3 bo'lmoqda. Oqlar rivojlanishda butunligicha o'z nihoyasiga yetkazishda, qollarda esa hali ham ushbu muammo tark etgani yo'q. Shunga qaramasdan Garri Kasparov filni F5 ga olib chiqmoqda va piyodaga hujum qildi. Javoban esa ot D4 ham himoya, ham filga hujum qilmoqda va mana shu partiyadagi qorlarni qiladigan yurishi hal qiluvchi bo'lmoqda. Kutilmaganda doskada 15-gina yurish, lekin mana shu partiyaning taqdirini hal qilmoqda. Partiyada bo'lgan yurish. Qorlar uchun esa aslida bu yoqda maslahat beriladi. Fil D7 yurishi mustahkam tarzda himoyani ushlagan holatda, agarda oqlar albatta o'yinni davom ettirishi mumkin. Ya'ni D liniyasi bo'yicha ruhlarni ustma-ust qilgan holatda. Ruh D8 bo'lishi mumkin, ruh A1 ga, C5 yurishi, u holda esa ot 2 ga qarab qochishi mumkin. Piyoda hujum ostida himoya qilish kerak. J3 qochdik hamda ot kelishi mumkin D5 ga tega, qorlar himoyalanishda davom etishadi. Ot kelishi mumkin D5 ga tega, misol uchun bu narsa sporni emas. Piyoda hujum ostida va agar almashtiradigan bo'lsa, u holda ikkita fil ustunligidan mahrum bo'lishadi qorlar. Shuning uchun almashtirmaslik ham mumkin. Shunchaki ruh D7 yurishi bilan qilgan holatda piyodani himoya qilishadi va tish tirnog'i bilan himoyani ushlashni davom etishi mumkin. Partiyada esa Garri Kasparov filni H7 ga olib qochmoqda. Umuman olganda mana bu filning taqdiri endi biroz aytaylik sporni bo'lmoqda, chunki funksionali birdaniga o'zini kamaymoqda va undan tashqari himoyada ham ishtirok etishi biroz kuchsizlanmoqda. Bu narsani partiya davomida guvohi bo'lishimiz mumkin. Tarish gapirgandik, agar filni D7 ga qo'yganda u ikkala tomonlama ishlashni davom etardi. Bu tarixni uzoq 19-asrda gapirgan gapi filni shunaqangi joylashtirganki, u ikkala taraflama ishlashni, funksional qilishni davom etsin. Bu yoqda ko'rmoqdamizki, faqatgina bir taraflama ishlamoqda. Albatta bu aforizm, shunga qaramasdan kichkinagina maslahatlarni eslatib o'tishimiz kerak. Partiyada J4 yurishdan amalga oshirilmoqda Judit Polgar, keyinchalik F4, shohni sekin-astalik bilan ko'taradi yuqoriga va shohni qanotida bo'lgan shturmni davom ettiradi. Agarda bu yoqda piyodani yutib olish mumkin degan sizni savol qiynayotgan bo'lsa, C5 yurishidan keyin u holda ot B5 bo'ladi. Agar ruh bilan himoya qiladigan bo'lsa, A7 dagi piyoda yiqiladi. U holda esa C7 dagi piyoda hujum ostida vilka bilan, shuning uchun himoya qilish yagona yo'li faqatgina fil D8. U holda esa ruh D2 va keyinchalik oqlarda juda ham ajoyib pozitsiya. Hech qanaqangi muammo yo'q, faqatgina muammolarning kattasi qorlarda bo'ladi. O'shaning uchun Garri Kasparov hozircha shoshayotgani yo'q, filni E7 ga tagiga qarab qo'ymoqda. Javoban esa shoh D2, shoh esa endshpilda bilamizki, ishtirok etish kerak, markaz bo'ylab harakatlanish kerak. H5 yurishdan amalga oshirilmoqda Garri Kasparov, piyodali strukturani buzish xohishi bor. Agarda oladigan bo'lsa, bu narsa albatta oqlarga kerak emas, shuning uchun otni F5 ga yurishmoqda. J7 tagidagi piyodaga hujum qilgan holatda. Agarda almashtiradigan bo'lsa, u holda yana ikkita fil ustunligi yagona kompensatsiya oqlarda, qorlarda yo'q bo'ladi. Va Garri Kasparov iloji yo'qligidan mana bunaqangi butunligicha parterga, ya'ni himoyaga o'tib olmoqda, boshqa variantni ko'rayotgani yo'q. Javoban esa partiyada bo'lmoqda shoh F3 ga, fil J6 va bu yoqda H liniyasini bo'shatmoqda o'z ruhiga Kasparov. Almashtirilgandan keyin H liniyasi bo'yicha qanaqadir bo'lsa ham qarshi o'yinni qidirmoqchi. Hozircha esa ruh D2 yurishni amalga oshirmoqda Judit Polgar, shoshayotgani yo'q, D liniyasini butunligicha egallamoqchi. Javoban H hamda shoh bermoqda, shoh esa qochmoqda J2 ga tegiga. Ruh H7, shoh J3 ga hamda F6. Albatta, Garri Kasparov juda ham aktiv va faol o'ynaydigan shaxmatchi, agressiv hisoblanadi va bunaqangi himoyaviy pozitsiyalarda turish uni
shaxmat tushunchasiga, umuman olganda buni xarakterga to'g'ri keladigan narsa. Shuning uchun iloji boricha mana bu parterdan chiqishga harakat qilmoqda va iloji yo'qligidan F6 yurishni amalga oshirmoqda. Albatta ushbu yurishdan yagona plus bu ham bo'lsa mana bu qanaqadir o'yinni hosil qilish, lekin kamchiliklari buni hozir partiya davomida guvohi bo'lamiz nimadaligida. Fil F4 yurishni amalga oshirmoqda partiyada Yudit Polgar piyodasini hozircha himoya qildi. Javoban esa fil roda F5 baribir bo'lmoqda. Bunaqangi otga chidab turishni hech qanaqasiga iloji yo'q. Va javoban Aj yurishidan keyin endi Garri Kasparov olmoqda mana bu E5 tagidagi piyodani. Va mana shu yerda ham juda ham namunali yurishni amalga oshirmoqda Yudit Polgar. Darhol piyodani olayotgani yo'q, balkim birinchi bo'lib figurasini rivojlantirmoqda, yagona o'ynamayotgan ruhini. Va endi svyazkada albatta filni olish mumkin emas va figuralarning holatiga e'tibor qilishimiz mumkin. Qanchalik qollarning figurasi juda ham omadsiz tarzda joylashib turgan, hech narsa deyarli qilayotgani yo'q, bir-biridan qanaqadir bir bog'liqlik, hech narsa yo'q bu yerda. O'z navbatida esa oqlarning figurasiga ahamiyat qilishimiz mumkin. Qanchalik garmoniyada bir-birini kelishgan holatda, hamjihatlikda deydi-yu, mana shu narsa shundoqqina yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Javoban partiyada bo'lmoqda Garri Kasparov tarafidan fil D6 yurishi. Endi ruhli endshpilga o'tishni xohlamoqda Garri Kasparov, agarda bu narsa unga yaxshi bo'ladigan bo'lsa partiya davomida. Javoban esa fil roda E5 bo'ldi va mana shu yerda Garri Kasparov o'z fikridan qaytmoqda. Agarda endi fil E5 yurishni amalga oshiradigan bo'lsa, u holda ruh roda E5 yurishdan keyin shoh F7 va ruh ichkariga kirishni uddasidan chiqadi. Shoh F6 bo'lishi mumkin, hattoki piyodani ham berish mumkin, lekin evaziga butunlay mana bu 7-qatordagi piyodalarning hammasini terishni boshlaydi oqlar va mana bu juda ham faol bo'lgan ruhlar o'yin taqdirini albatta oqlarning tarafiga hal qiladi. O'shaning uchun Kasparov shohni D7 ga yurishni ma'qul topmoqda va endi agarda fil E5 bo'ladigan bo'lsa, u holda o'z piyodasi bilan olgan holatda shohga biroz bo'lsa ham tinchlikni paydo qilgan holatda va keyinchalik ruh ham o'yinga chiqishi mumkin shunaqangi rejalar bilan. Partiyada esa C4 yurishni amalga oshirmoqda Yudit Polgar. Endi esa boshqa xavf yuzaga kelmoqda. C5 yurishi va svyazkada figurani yutib olishi mumkin oqlar. O'shaning uchun iloji yo'qligidan, xohlamagan holatda lekin majburligidan C5 yurishni amalga oshirishga majbur bo'lmoqda Kasparov. U holda esa almashtirmoqda Yudit Polgar fillarni va mana bunaqangi o'ziga ruhli endshpilda hujum qilish mumkin bo'lgan obyektni yaratmoqda. Javoban esa partiyada darhol bu narsaga reaksiya, rufiyoda hujum ostida. Himoyalanishni esa hech qanaqasiga iloji yo'q. Agarda ruh qarshi olti yurish bilan himoyalanish mumkin desangiz, u holda ikkinchi ruh bilan shoh berishadi, piyodani yutib olishadi. Keyinchalik yana bitta piyodani egasiga aylanishadi oqlar va ikkita to'g'ri ustma-ust bo'lishiga qaramasdan proxodnoy piyodani hosil qilishni uddasidan chiqishadi. Albatta bu oqlarning 100% g'alabasi. Shuning uchun Kasparov o'z ruhini o'yinga olib chiqishni va qarshi o'yinda, qarshi hujumda o'z omadini sinab ko'rmoqchi. Javoban ruh roda D6 bo'lmoqda, shoh C8, ruh ikkinchisi endi C5 tagida piyodaga hujum qilmoqda. Shoh bermoqda Garri Kasparov bir necha marotaba va shoh E4 tagiga qarab, markazga qarab borishni davom etdi. Bolt yurish orqali himoya qilmoqda o'sha piyodasini, juda ham pozitsiya og'ir holatda. Qollarda bitta piyoda yetishmayapti, undan kamiga esa figuralarning faolligi ayniqsa ushbu partiyada o'z so'zini ko'rsatmoqda. Javoban esa partiyada bo'lmoqda shoh bermoqda Yudit Polgar C6 tagida, shoh B8, ruh D7, ruh ichkariga endi kirmoqda, endi J piyodasi hujum ostida. Garri Kasparov qarshi hujum qilishni ma'qul topmoqda F piyodasiga. Javoban esa himoya, ruh F8, ikkinchi piyodaga hujum hamda ruh kirmoqda, ikkinchisi ham 7-qatorga ruh C7. Endi A piyodasi ham yiqilish xavfi ostida, J piyodasi ham yiqilish xavfi ostida. Hech qanaqasiga ikkala piyodani himoya qilishning iloji yo'q. Eng asosiy faktor esa albatta shohni juda ham yomon holatda endshpilda joylashganligi va har doim hujum ostida xavf bor, mod xavflari bor va shu bilan birgalikda o'yinda, jangda ishtirok etmayotganligida. Javoban esa ruh roda F5 yurishni amalga oshirmoqda Garri Kasparov, boshqa variant yo'q va shoh bergandan keyin bir necha marotaba shoh va oxir-oqibat J piyodasini olmoqda Yudit Polgar hamda mod xavfini yaratmoqda. O'shaning uchun Kasparov shoh C8 yurishni partiyada amalga oshirdi. Doskada bu 42-yurish va nihoyat o'z raqibasini javobini kutmaganda holatda mag'lubiyatini tan olmoqda. Endshpil juda ham umidsiz, hech qanaqangi imkoniyat bermaydi. Ko'rib o'tishimiz mumkin. Ruh roda A7 yurishni partiyada bo'lishi mumkin desangiz, u holda shoh B8 bo'lishi mumkin, to'g'ri. Ikkinchi ruh kelishi mumkin. Almashtirish maqsadida ruhlarni
Albatta bu yoqda almashtiradigan bo'lsa, u holda shunchaki proходной ikkita piyoda, to'g'ri bitta proходной piyoda hamda bitta ortiqcha piyoda o'yin taqdirini hal qilishiga yetarli hisoblanadi. Agarda shoh berishdan almashtirishdan qochadigan bo'lsa, u holda shoh f3 va mot xavfi bor, himoyalanishi kerak. Hamda ikkinchi ruh bilan b piyodasiga hujum qilish mumkin. Himoya qilishni esa hech qanaqasiga iloji yo'q va ikkita yoki bo'lmasa 3 ta ortiqcha piyoda bo'ladi oqlarda va albatta bunaqangi shoh bilan ortiqcha piyodalar bilan himoyalanishni hech qanaqasiga iloji yo'q. O'shaning uchun Garri Kasparov yuqorida mag'lubiyatini tan olgan edi. Mana shunaqangi partiya bo'lib o'tgan do'stlar. Moskvada 2002-yilda ajoyib bo'lib o'tgan musobaqada bizni bugungi qahramonimiz ayol shaxmatchi Yudit Polgar hamda 13-jahon chempioni o'sha paytlarda yetarlicha kuchga ega bo'lgan, juda ham kuchli hamda dahshatli Garri Kimovich Kasparov o'rtasida. O'ylaymanki, sizga video ma'qul bo'ldi do'stlar. Agar shunday bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.